Akalar qaranglar. Nexia'larda baquvvat chiqqan, Skorska tushib yurgan, shunday g'urrlar yurgan. Ichida bu bilmadim. Korobkaning ichida ham moyi qolmagan, bilmadim, bu yurib turgan mashina bo'lganda. Hozir endi komplekt olib keldik, almashtirib beramiz. Nexia'larning korobkaning ichida moyi qolmasa ham yuraveradi, uncha-munchaga ovoz bermaydi. Har safar o'sha zamin maslaga motoringlarni moyini almashtirgani kirganinglarda iloji bo'lsa korobkani ham moyini tekshirtirib qo'yish kerak. Bularda ovoz bermasdan yuraveradi. Keyin o'sha ovoz chiqqandan keyin masalan o'sha keyin korobka g'uvliydigan qiladi. Ming moy quysanglar ham ko'proq mashinaga bo'ladi. Fijimnoy mana ko'rib turibsizlar, akalar. Anaqa bo'lgan. Hozir endi komplekt almashtiramiz. Sanli mana bu yerga mana kulitsasi mana bu sanlidan ham oqqan ekan. Buni ham almashtirib, tozalab benzinda cho'tka qilib xizmatni ko'rsatib beramiz, akalar. Sog' omon bo'lasizlar. Like'larni bosib qo'yamiz.